Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sabri. Men bu sabr qilishlikki fazilatlarini bayon qilishlikki nimasi o bab. Men Qur'on hadislardan sabr qilsa uningki fazilati savobi. Men ortiqchiligi bilan qanday bo'ladi? Men mushu to'g'riliq nim qilamiz bu babda. Men so'zlaymiz deydim. Endi babu sabr. Sabara yasbir sabr. Sabirun masburun deb kelmaydi. Endi bu yerda saburun yani paulun mushabbah vazifana ankeludi. Sabr qiluvchi paulun ma'nosida. Ondan keyin saburun paidun ma'nosi bo'ldi. Sabr qiluvchi degan gap. Endi bu sabrniki asl ma'nosi yo'q, chidash degan gap bo'ldi. Ya'ni u odam bir ishni qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, shuniki amalga oshirish uchun shu ishni shuni to'sonlik qiladigan aşından nimalar var, to'salg'u va undan boshqa ig'ir ishlar var. Men bu odam shu ig'ir ishlarniki o'zini, men o'ziniki aqli va shar'iy ko'rsatgan aşı narsani ishlash orqali ash maqsadiga nima qiladi o yetadigan nima bo'lgan bo'ladi, ish bo'lgan bo'ladi. Men bu nima o sabr degancha shu. Hamda hozirki bizniki yalaqi sabr qilinglar deganlikniki o'zidan bu yerda yalaqi shukringlar deb salbiy bizda bir ma'niga chiqaroq ishlatilgan bir odat var. Mana buni asos qilib chiq odamning mushundaq musibat, mushundaq qiyinchilik, mushundaq ahvollar vaqt o'zida men sabr qilinglar deydi. Sabr qilinglar deganlikning o'zida buniki passiv ma'nosi bo'lgan, ya'ni salbiy ma'nosi tushirib qoladi. Lekin bu undaqcha emas. Sabr qilinglar degan oyatda deganimizda, ya'ni bir odam bir ishni qilgan bo'lsa, yani şu işinki özünü amalga oshirish uchun buniki oldiga keladigan to'sish, amalga oshirishga to'sqinlik qiladigan har xil yo'llar bor. Men mushu ishlar bor. Men mushluqi bu odam oshiyaga yetish uchun bu yerda kelgan qiyinchilik har qanday to'sqinlikka chidab, mana uni yani bundaq to'sib qolsa buni qaysi taraf xato ketdi deb, uni aqlni ishlatib, unindagi bu odam şu işlik qilishda shar'iy nima deb ko'rsatdi. Ya'ni islom shariatimiz mush ishni qiling debdi. Agar uni to'sqinlik qilib qolsa, shar'iy tarafdan qanday bir usul var buni amalga oshirishga. Mana bunday ishlatish orqali mana qilgan ishniki o'zi bu nima bo'lmoq sabr bo'lgan bo'ladi. Men sabrniki asl ma'nosi shu mana mushunday deb nima qiladi uni qaraydi. Yoki asl sabrniki ma'nosi to'xtatish bo'lgandan keyin men bu bir ma'nosi bu sabrniki. Endi bir ma'nosi men bu bir odam o'ziniki nafsini mushundaq havoyi havas, mushundaq narsaga nafsi ashundaq voyqil, ashtaq qil deb nim qismi. Buni qartab bu odam o'zining nafsini u yerda to'xtatib, mana u yerda to'xtatib darhol to'xtamdi, voy qilsam bo'lmaydi, Allohning rasul harom qil ish deb nima qiladi u o'chanlik o'zida nafsini to'xtatdi. To'xtashlar birlikda anladiki buni o'rni sen mo'min musulmon bo'lgandan keyin nafs sen bunu qo'yib sen buni to'xt buni qilmay uniki o'rniga nima qilgan mushta bir yaxshi ishchi qilgan deb men mushta nima qildi deydi. Men bu nima o sabr deydi. Endi sabrniki Qur'on hadisdagi u yerga qaratgan tarfi nima o'xshamaydi endi. Masalan sabr qilinglar degan masalan diniy ibodatniki o'zida mushundaq tabliq anglash, mushundaq o'rganish, o'rgitish. Men mush ishlarniki o'zim sabr qilinglar, sabr qilish kerak deydi. Nima degan gap? Ya'ni nafsi yot deydi, uxla deydi, o'rganmaydi, jahil qil deydi. Buni qarta nafsimiz nima qilamiz? Unga yo'q, undaq qilsam bo'lmaydi deb shariatni o'rganishga, meni ma'ishni qildirishga mushta buyurgansa, ishni qilsan deb o'chal o'zida buni nima qilgan gap? Meni ishni aniga harakatlantirgan gap. Bu bir nima bo'lgan bo'ldigan gap o sabr bo'ldigan gap. Endi sabrniki o'zi masalan
mesela qiyinchilik ahvollar bo'ldi, ota-onasi o'lib qoldi, mushuna bir o'zi, "Voy sabr qilinglar" deganlik nima degan gap? Sabr qiling, shukr turinglar, to'g'ri, shukr turish. Ammo shukr turinglar degan gap bu yerda sabr qilinglar degan gap, ya'ni Allohning rasuli mushunda musibat, mushunda ahvollar bo'lgan vaqtdagi o'zidan bu ahvollar nereden keldi? Nima uchun shunday bo'ldi? Buni o'qib, aqlni ishlatib, aniki buniki mushunda bo'lgan qanday qilish kerak? Shar'iy nima dedi? Shu orqali aniki unuchu hareketlendirip başka bir yolga, yani unda bir yol bulmaydigan, başka yolga nima qilish, to'g'ri yo'lga boshlab qo'yish. Meni bu nima bo'ldi? Sabr olgan bo'ldi. Masalan, vaqirab, jaqirab, ota-ona silib ketdi, meni yig'lab ketdi. Noyt, nima deymiz? O sabr qilsa, Alloh ajr beradi deymiz. Sabr qilsa degan, men mushundoq vaqtning o'zida bir odam meni Allohning rasuli debdi. Degandiki bu Alloh tarafdan kelgan bir kaderken, takdirken, muşta ölüp getipti, muşta musibet yetipti. Bunu ben çidap, özlemden ötküzülgen muşnunki sebebidin. Mene bu kelgen hata sebep muşu kıyınçılığın yüzü bekar kelmedi. Mende ötke bir hatalık varken, hatalıkın yüzünü bir tekşirey. Onun gibi onun işini kılmay. Onun yaxşı işini kılay dep, mene mındak kılıdı. Bu ne bolgan gap, şundak kılın diyen gap buludu. Bu sabır diyen çok bu. Dedi Allah Teala, "Ya eyyühellezine amenu sabiru ve sabiru ve rabitu" deb, meni sabrniki fazilati to'g'riq Alloh taolo meni mushtaqchu oyatda nima qildi? Dedi, deyildi. Hamda ya eyyühellezine amenu sabiru. Hey mu'minlar, sizlar nima qilinglar? Iymon etgan. Ya'ni men mu'min, mening vujudimda iymon bor, men iymoni komil degan iymon etgan kishilar isbiru. Nima qilinglar? Sabr qilinglar. Sabr qilinglar degan gap nima? Ya'ni Allohga ibodat qilishda nima qilinglar? Chidanglar. Ya'ni Alloh buni qarta nima qiladi? Unga savob berdi, uning mukofoti bu dunyo, u dunyoda bordi. Unda nafsingizni siz nima qiling? Davomli ibodat qiling. Hozir ibodat qilmay, mushta uyutishga nima qilish shayton meni mushta çok buyuruydi. Shuningdek, meni nima qilishga musibatga, mushundaq hozirgi mushta echilib ketgan mushta zamonning o'zida ko'z, quloq hamma yerda mushta bo'lib ketdi. Bo'lib ketganligi buni chidam. Nafsingiz ko'zim ko'rsam bo'ldi, shuni lazzat olsam bo'ldi desimi, siz uni nima qiling? Chidab, uni darhol to'xtatib, uni o'rniga yaxshilik qilinglar. Yine ma'siyatda sabr qilinglarki, harom ishni qilib ketmadi hozir deganimizdek, mushta hozir pul topmoq tasib ketdi, yolg'on gap qilsak bo'lmaydi, va'damiz tutmasak, sochkorlik qilmasak bo'lmaydi demay, o'shaningizda bu ma'siyat, buni nafsingni to'xtatib, unda qilsak bo'lmaydi. Buni qarshida Alloh do'zax va do'zax ko'ydiradi u dunyoda. Ma dunyoda shu orqali topgan pulimni o'zi ibodat ishini hamiz qabul qilmaydi deb, Alloh shu orqali nima qilamiz? Nafsni shu to'xtatamiz. Bu to'g'rilik nima qilinglar? Sabrchi qilinglar. Va sabiru. Va nima qilinglar deydi Alloh taolo? Sabr qilishinglar deydi. Yani sabr qilishinglar degan bu yerki arab yerki qoida bo'yicha bir pilniki yoki bir ismniki harfi jiq bo'lsa ma'nisi jiq bo'ladi, jiq yoki ma'nini bildirdi degan gap. Unda o'lekin, yani ma'noda spiro, yani sabr qilish ibodat yoki harom ishdan yo gunoh ishdan o'zini nima qilishga va sabiru. Va dushman bilan urushib qolgan vaqt o'zida ularniki karşısı kelgen açta kıyınçılık, açta solak, açta urup kıynap, açta kılış. Men muşunda iş var. Men muşunda iş kılış alıqırq Allah'ın yolu kelgen muşuna musibetke neme kılınlar? Sabır kılınlar. Bu degen okşamaydı sabırga, bak iğir deydi. Anladıkken neme deydi Allah Teala? Varabito. Mene sizler özleriniz neme kılınlar? Çiginler. Hazır repete degen çigi degen gap. Mene rabito degen çigişinler degen gap. Yani çigişler özleriniz bir muşunda neme kılıp özleriniz çigip yani Allah yol cihat kılımen. Allah yol küreş kılımen. Allah'ın dinini muşundaq bexit düşüp ketken, gaflet besip ketken, hemmeden dindir keçivatkan muşta zamanlıki üzide men dinni alı kılımen, dinni yetküzümen, din boyunca emel kılımen, men cihat kılımen, Allah'ın kelimesi alı kılımen dep başta neme kılınlar? Men iş hareket çok kılınlar. Özleriniz çiğinler Allah yol pida kılınlar. Deydi emdi bu ayette. Anda o andikin bu ayette Allah Teala mümin halkınınki üzerine men mümin er olsa yoki ayol çoğun kişi olsun sabr qilishga nima qildi deya meni buyurdi. Meni sabr qilishga buyurgan bo'lgandiki bu sabr qilish meni bir mu'min, musulmon odam uchun nihoyat muhim. Bu mu'minniki o'ziniki vujudiki iymonning nemisi o ifodasi. Sabr qilsa, sabr qilmak kichkina bir qiyinchilik olsa, uni chidab, uni ustida g'alaba qilgan ishni qilmay, uni yenib ketishniki o'zi bu iymonninki nemisi emas, muxtasasi emas.
Gördüğüm ama din için ben küreş kılman, ma Allah rızalığı için hizmet kılman, ma öğürmen ya okutuman, ya tercüm kılman, ma umum Müslüman halkın menfaati için hizmet kılman desen, gördüğüm mal kelime azap okubetini, bol diya bak buyurmuştak, kandı mamıştak, ziyankeşlik kadı demeyin. Kanda kılımız uçağınızda Allah için kan boğan diken, Allah için. Bunun sevabını Allah'a berdi. Ben bu xahni dep kılmadım. Allah rızalığı için dep kıldım diyen diken, bu kılış arkalı peygamberlik sünnet oludu. Ondaki bu sabır kılıp, ondaki sabırniki buyrukka emel kılıp, uca sevapçı bolan ki. Bulup mu hazır devrinki üzü şu demdi. Umumumuzluk hazır kanda olup gitti. Kur'an hadis dese, hiç kanda bir adam yani anç ehemmiyet vermeydiğin. Ama hazırki dünyavi muşunda bir meselelerinin üzerinde yani vaktlik değil siyasi meselenin üzerinde bunu hep ehemmiyet verip muşunda git bağlılığını çok kürvatımız. Çünkü bu dini meselenin üzerinde yani demek ki bunun yaptığı konuda da yüzdeki pas şeytanın kendi kirip kalıp bağını okumayı muştak çok kodu dendi. Yine dedi Allah Teala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ Cezmen biz sılını bir şey evlen ne makalımız sınayımız. Bu dünya silah dünya. Men mümin, men Müslüman, men takva, men muttaki, men muhacir, mücahit desiniz. Men bek yaxşı adam, men dini bek bilip kettim, men şu boyunca emel kılgan adam desiniz. Bu diyen gepinize işinize şurada gitip kalmayın dünyada. Siz şu balagat yetken tatip ölgüç boğan arlık fakat sınavın üstüde. Sınavın üstüde. O tüttüz yolu yok. Sizdeki namazınızın sınaydı Allah. Haram nersini kılış. Karap bassam işaret şunda cık pul var. Haramlı kısınız şunda pul tapısınız. Yalan gap kısınız aldısınız. Mene bunu olan imanınız olan, gap söz olan, ademler olan, mene her xil nersi olan sınırım kılgan gap, sılaydıgan gap. Biz cezbe sınayımız. O sıdaş ne bilen buludu? Bir şey ile. O şey ne dedi? Korkuş. Yani korkuş arkalık korkutuş. Sınıki nefsindeki korkuşunu kirgüzüş arkalık bir sınayımız. Yani maaşını kısam, bana xahnim dep kadar xahtu korkup. Benim mesela müteessip değil mi ki? Benim işim olmaz mı ki? Benim ticaretim akmaz mı ki? Pul tapamayım mı ki? Eğer ben din boyunca iş kısam. De, bana maaşını kısam, mesela kapırla tutulan mı ki? Turmuğu solvatan mı ki? Yeri pulda kap kalamam mı ki? Dep konuşup mesela. Bunu olan ne kalamam? Sınayım. O şunu da aşkuş arkalık ne kalamam? Sınayım. Kana kılsam şu, ben için hizmet kılman, ben ibadet kılman, yaxşı işini kılman, ben mücahit, ben muhacir, hem yaxşı adam, salih adam, ben takva adam degandeyken, ben bu yolunki üzerinde sınırki köynüp turğa bir nime var, açıklık var. Ben aşk koyup o dağda bunu yetti kat köprü yetip kaldığı şey emez bu. Bu kanda kılgan gap, o yolunuzda aşk kalan gap, yeydisi yok. Aşımdak Peygamber Sallallahu sahabını qarab bakadan yeydisi yok. Uçağınız derahını kuzaklarını yap. Ben Peygamber Sallallahu şu hicretinki aldıdama 3 yıl yani yeydiğen binası yok. Şu vakti üzerinde derahını yupurma kuzaklarını yap ketken. Hem Medine'ye kelgendeki bir kanşı yani üzerinde yeydiğen binası yok. İşte adeti boğan. Bu yol onda dağdam yolu emez. Onda düzü kirip kedan emez. Yani o siz balagat yetip ölgüç boğan arlıkta bütün işleriniz hem sınak. Sınakın ölseniz anladığınızda Allah'ın mukafatı irsiz. Yeni birisi anladığın ve kemeyt işlen. Ve kemeyt işlen ben sınırımı kılman, seni sınayman. O kemeyt iş kavun mallardan, nefslerden ve mevkilerden idi. Qarab baxsana, mən iş qılman deyirsən, Allah yolu cihad qılman, anı qılman, xizmət qılman, onu qılman, muşundaq dava işi qılman deyirsən, şununla sizinki millinin azab gedir. Qarasa pulun yok, minəyirsən maşının yok, oturaysan uyumun yok, muşundaq yol uyar, mansan kiyimini şundaq paskadan, yani şundaq yerə qarayımqon, şundaq çırayı əsi onundan, mən muşundaq qılış arqılıq sınıçı siləməyəm. Rast o adam, mağa işi xizmət qılamdı, yakin qandaq qılıdı. Yine şununla birlikte yani aşağı ütüp geçsek andı sınavını ölsek andaki sizge onun deykinizde inne ma'al usri yusra. Andaki sizge şu mukafat var. Bir adam din için, millet için, vatan için, umum halk için men hizmet kılman da mujda boğay hemmiş bunda hopke unna olmaydı.
Mana u yerda osh qoladigan, o'ladigan qiyinchilik, mushuna turmush kirish, har xil qiyinchilik, jamiyat kamsitish. Mana jamiyatdagi mana umumiy fasik odam o'lchab ketgandan keyin u yerda qarab baqsa, odamni o'lchashda mol, mulk, mashina, uy, va hokazo, yemak, ichmak, kiyim-kechak bilan o'lchaydigan davr bo'lib kelgan gap. Bu qilish orqali ana keyin nima bo'ladi? Bu odam undan yo'q. Men mushunda qilish orqali siz nima qilamiz? Mana shundan, voy men voy bunda gapni qilgan, men tijorat qilayman, men ishlayman, men mushloq qilib, harom narsa qilish, pul topsam bo'lmamdi, men bunda shu sam deb qilamsiz. Nima deysiz? Andaki mushunchani o'tisiz, andaki buni mukofoti shu berdi. Biz siz mushtaq nima qilamiz? Sinaymiz. Meni nafsini kemaytishini. Qarab baqsanglar, sizning balangni o'lib ketadi, ota-onanglar mush yo'lda, yoki tuqqanlaringlar mushlar nafsini o'lib, men mushunda qilish orqali nima qilamiz? Uni sizning uchun sinaymiz. Va shuni deb mevchilardan iborat bo'lgan narsa kemaytish. Men mevchi va shu yemak ichmakdan iborat bo'lgan narsa keyib ketadi. İnsanlar yeydigan mevchi yo'q. Mana ubdan go'sht, bundoq bir narsa uchun yemaysan, ashta nachar, ashta to'van narsa yeysan. Ammo buni ishni qilmagan odamlar cho'q qarab baqsiz, restorandan tushmagan, oshxonadan tushmagan. Men buni qarab sizlar, men bundoq qilguncha, bu xizmat qilguncha men oshimda pul tepib, bu ishni tashvatayyan demsiz, ya qanday qilsiz? Biz shu mushtaqcha nima qilamiz? Silaymiz. Va bashir sabirin. Ve hoş bir şerat verse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem men yukarı aşı kişilerini aşıda işlavını sınayımız. Şu silahını ütüp sabır kılıp resmi galiba kılıp çidap men o yolun üzü davamlaştırgan men aşk kişiliğinin verse hoş bir şerat verse. Bu her iş şu bunda bulmaydı. Malum müddet benim müştak boşuma ama dünyanın üzerinde yine aman galip oldu. Mana aman g'alib bo'ladiki, oxiratda uniki ma dunyo chiqmasa, uni oxirat jazman nemisi va mukofoti cho'p deydi. Unda bo'lgan mana Alloh taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga sabr qiluvchilarga nima qilsa debdi, xo'sh bishorat bersa debdi. Unda bo'lganki bizniki bu yo'limizda davomli pishkallik uchraydi. Mana ma'nilisak mashina yo'q, turlisak ubdan uy yo'q, yeylisak nemimiz yo'q, kiylisak kiyimimiz nachar. Men muşunda halet buldu. Muşda halet olgan bunu çidap, buptu ben Allah rızalık kıldım. Allah'ını dep kıldım. Halis kıldınız mı? Niyetiniz ne için? Eğer hak için desiniz, hak ya açtan nesi kükünüp apırıp tılap sizi vergen kodudu. Bunu çidap, resmi düşünüp kısınız andikizler. Bununki bişaretini uzak kalmayı ne mi kılırsınız? Körüsüz bu cezmen buludu. Muştak desili Muhammed Aleyhisselam deydi. Yine dedi Allah Teala, İnnemâ yuvaffes sabirûne ecrahum bi gayri hisab. Fakat sabır qiluvchi kishilarga o'zligi mukofotining hisobsiz nimqonunda to'liq beriladi deydi. Men Alloh yo'lida ish qilaman, Allohniki dinini oliy qilaman, Alloh uchun xizmat qilaman, din uchun xizmat qilaman, islom dinini oliy qilaman. Men umum musulmon xalqining manfaati uchun xizmat qilaman. Mushu davoni qilaman. Rasmiy islomiy davlat quramiz. Resmi Xitoyni qovlab chiqaramiz. Rasmiy davlatimizni islomiy shaklda, islomiy jumhuriyat shaklida quramiz deb, men mushu yo'lning o'zidan har qanday qiyinchilik kelsin, tillisin, haqoratlisin hozirgi davrning o'zida, men mushunda qilib kelsin buni chidab. Bu insonning psixologik ahvoli shu. Bu silpiy kurash, bu hargiz to'xtamaydi. Alloh mushunga meni qarta jazman savab berdi deb chidab, shuni dağdam yo'li menib mustahkam irodadan ashtaqmagan kishilarga hisobsiz. Uniki soni hisoblamasdan Allah ecir verir deydi. Bu ecir savabniki nemisi mushundaq kishilarga xos. Ama bunu başka iş qilgan kishilarga unda bir Allah mukofot beraman deb baxmaydi. Ama mushu yo'lda chidigan, mushu yo'lda chidab shu ishni g'alaba qilib davomlashtirib ketgan insonlarga Allah mushundaq mana hisobsiz, mana hisobini hech qanday bir adam bilmagan shaklda mana shundan berdi Allah savabini ajr azimchi berdi deydi. Unda o'nikin men sabr qilishniki mukofoti men mushundaq nima o yuqori. Men zaman o'nga kelgan vaqtimizda yugurib mangdigan, ammo uniki nemisida kichkina bir qiyinchilik uchib qolsa qashib ketadigan, u unda olmaydi. Men mushundaq bo'lganlikdan bir ishninki g'alaba qilishi hargiz bo'lmaydi. Şu an bunda işlerini qilishga ma'lum muddatda azroq bir insonga Allah nasib qiladi. Meni bu insonlar mayl o'lamdi, tirilamdi, xorlamdi, mayl qanday qilishni qatni nazar
Şu iradeninki üstüde mana davamlaşıdı. Andaki bu da galiba kılıdı. Hem de bununki mukafat pek yukarı olan diken. Yani bunun mukafat yukarı olan diken. Onda bulmayan insanlar men qaldıqlarınki üzümü men şunu oşayman dep aşın doğrap sünni şekilde çık qavadı. Bu ma'lum müddet qap qalıdı. Sınaqni ötə almaydı yani. Kürvat ma'lum buvadı doğandı. Yine dedi Allah Teala ve men sabara ve gafara inne zalike lemin azmin umur dedi. Cezmen bir adamiki sabr qısa yani çıdısa. Yani Allah'ın Resulü'nü davatkan işlerini üzüden bu adam çıdaptı. Yani hakaretliş, kemsitiş, yani muş en tömen şoğu tıllaş onun yukarısı. Muşun tıllaş, muşundak tıllap, böhtan kırıp, çaplap, karı çaplap, muştak kıptı onu çıdaptı. Yani onun apası, onun mal mulku yokaptı, ballı olarak ülüp gidipti, yüzü turumu kiripti. Yani muşundak kılan kişiler eğer ve gapere. O adam kandak kıptı, ajında iş kısmı. Men onu tıllap, hakaretlep, ajda kısmı bu adam ajda hakaretleyen kendisi öt elgan kuçu yitip durup bu adam ne yapıptı? Ep okuptu. Men muşunda kalıştaki üze cezmen neminin katarındır. Cezmen müstehkem iradelik kişilerinki işlerinin katarındır. Tevrenmaydigan mena onunki iradesi azm. Cezmen şu işini kılmen deydiğin aşında kişilerin katardım bulur. Şu işini men sabır kılalaydigan, epu kılalaydigan kişiler çok kılıdı. Bulmuş şu sabır kılamay, yine şu şarihtek ucu şamal, qayız akşı umağıdığın adam buna kılamaydı. Onda o anki bununki sabır kılışınki men alaydı gibi muşo deydimli. Lemin azmin umur, men ulul azm deydi peygamberlerinki men işçidimi çoğun. Yani ulul azm olan peygamberler 5 tane ölümalarımız deyişçe. Yani bu en katı sevap. Sabır kılış. Yine dedi Allah Teala وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللّٰهَ مَا الصَّابِرِينَ dedi. Ve yardım talep kılınız size yani sabır kılış filan. Yani size Allah'ın yardım talep kılınlar. Allah'ın ki ibadet buyurgan emir parmallarını eminleştirişte yaddoğan işindeki üzünü yenişte sabır kılış bilen ne kılınlar? Yardım talep, sabırla yardım talep. Çidap aşınağa nemi buyurgan boşunu kırıp rastidi rastı işim gerek. İttifak oldu da ittifak oluşum gerek. Mene bölünüş demek bölünüş kılmasım gerek. Man haram dedi şunu kılmasım gerek. Hep aşın çidaş olan anındaki nemi kılınlar? Sınırlı kılmakçı olan, galip kılmakçı olan işinlerce yardımcı talep kılınlar. O yüzden şunu da namaz olan mı? Namaz okuş. Mene 5 vakt namaz, nafil namaz, teheccüd namaz bo'ldi mu? Men mush namozni o'qishdan o'z vaqtiniki o'zida men sizniki maqsadini yetmoqchi bo'lgan ishga nima qilinglar, yordamchi talab qilinglar. Endi bu oyatning o'zida men bu yerda sabr bilan namoz, men namoz hammamiz ma'lum islom dinimizdagi la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan vaqtning o'zida buniki ikkinchi, oxirgi kelgan nima rukun. Bu sabrniki o'zida buniki 5ga chiqibdi. Ya'ni demak, namozni o'qishniki o'zi bir sabr keladi. Nimishqa hozir qarab baqaydi. Hozir 5 vaqt namozni o'qiydigan odamga men har qanday muhit, har qanday bu taqishib qolmaydi. Hech qanday dunyoning hech qanday bir yerda bir kech kunduzda 5 vaqt namoz o'qishning masalasida bu qilayotgan ishqa hech qanday namoz to'sqinchilik qilmaydi. To'sib qolmaydi. Bak o'zi 2 minut ya 3 minut. Tarat erishdim boshqa hisoblasak, farzni o'qib agar bak jiddiy bo'lsa, sunnat keyin o'qasizmi? Men buni qilmaydi. Men mushu ishniki hammasiga nima kerak? Sabr kerak. Uchal bana ko'rsatib Alloh taolo hammani bilgan zot. Bu 5 vaqt namozning o'zini 5 qatim bir kech kunduz o'qiysa degan odam azzatniki o'zi. Men insonlar turmushda mushundaq ish qilib, falon bir turmushga qolgan ish qavati taqishib qoldi, unda qilmay demamdi Alloh taolo agar bilsa. Allah hammani biladi. Mush 5 vaqt namoz qanday bir turmush ish bo'lsa taqishib qolmaydi. Onu eminleştirip Allah'ın zikr qilib əslaydigan bir ishni cho men qila olaydi deb farz qilib. Eğer o ishning o'zi uni balan namoz o'qib qolsa, mana shu to'sib qoladi ekan deganlar o'qib qolgan bo'lsa, Alloh bilmabdi degan gap bo'ladi. Bu nima o? Xato. Jazman Alloh taolo sabr qiluvchilar bilandir. Sabr qila oladigan shu ishlarga taqobil turib, men o ishniki o'zini eminleştirirse yine davomli kuch chiqarib onunki davamlaştırdıgan, mana chidaydigan,
Muşundaq kişilərin üzrə mənə bu kitab o adamın üzrə mənə aqli və şər'i yolundan onunki qəlbisini əməl aşırılan kişilərdən Allah çox bir yoludur deydi. Sabır qılamayən kişilər bilan şu an o da vaxtın üzrə kəlkün suda gəmimiz yürüb onu kiçikcə bir turmuş bir naxmada o şaq alıp gələn belli olmaydı. Taşıyordu qandaq sanqıldı. Müştər işləndi. Yine dedi Allah Teala ne mi dedi? وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ dedi. Cezmen biz seni sınayımız. Bu yerde yukarıda mı dedi? وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ bir şeyin de. Bu yerde وَلَا نَبْلُوَنَّ la degen gapın üzeri bu kasem bulup kasemdeki bu yerdeki nemisi cevabı mı o kasem mehzub. Vallahi la نَبْلُوَنَّكُمْ degen gap. Bu yerde asıl kasem bulup kasemdeki deyişki maksat uçan ne boludu? Tövenki gapning nayt muhim ekanligini, rasmiy ekanligini chingitish uchun deyilgan gap, hammamizga ma'lum. Unda o'likin qasam Allohga kedaydamdi. Allohning yuzidan qasam qilmasa va boshqa narsaga qasam qiladi ekan. Qasamki jazman silsilayman. Bu sinash ishi jazman o. U munda deb qo'ygan gap emas, qasam qilib sildiyotaman. U munda dog'da munda bir yo'l yo'q. Men musulmon bo'ldim, men mu'min bo'ldim, men mujohid unda to'g'ri, unda bu ish yo'q. Bunu da her xil o'xshamag'an shaklda to'salg'in, hem aziyat, hem rezillik, her xil nima va qiyinchiliklar bor. Bu unda bo'lgan ish emas. Hatta na'lamal mujohidin minkum was-sabirin. Bu silashdan nimishqa? Hattoki bilgaymiz biz sizning ishingizdan chiqqan mujohidni va sabr qiluvchilarni bilmayman deb Alloh biladi. Mene sabır kıldıgan mücahit adamlar meni mandaq oludu deb xalqqa ko'z üçün qandaq qilamiz biz silsilaymiz deydi. Men sabır qilish ko'rdi olma, meni mandaq oludu. Mene mücahitga chu mandaq oludu deb Allah uni zodi biladi. Bilishniki o'zidan haq ko'z üçün mushtaq qilamiz. Ko'sib andan sabır qilsin, mushtaq g'alaba qilasiz. Sabır qilsangiz, men mushtaq jihad qilsangiz, sabır qilib mushtaq bo'ladi deb uni mukofot amal ko'sib shohid qilamiz chu mushtaq shu qilamiz deydi. Anda o andan men bu ayetga asosan hech qanday bir adam xotirjam bo'lmaydi. Mayli, er olsun, ayol olsun, ahli ilmi olsun, mayli podsho olsun, mayli puhra olsun, mayli boy olsun. Qandaq adam bu ishda qat'iy nazar, men mu'min, musulmon degan bo'lsa, sinoqdan qutulmaydi. Mena sinoqdan qutulmay o adamniki ba'zan qo'saq umroq, ba'zanlarniki obro'y umroq, ba'zanlarniki hurmat umroq, ba'zanlarning huquq umroq, ba'zanlarning pul umroq, ba'zanlarning xotin umroq, ba'zanlarning akish umroq. Mena mushundaq cho'p bo'ladi. Mena mushundaq bo'lishi orqali mena shunuga andikin u adam shunuga qilib qo'yib, men shuniki oldida andikin din nimadan deb qolamdi yoki mening nafsim mushuncha qildidamdi, qanday qilgan degan buni sinaydigan gap. Oyat sabr qilishdagi ish haqida bo'lgan oyat ve sabır kılıçtaki fazileti bayan kılıçtaki boğan ayet nayt köptür. Hem adamga nemidir o ma'lumdir Kur'an-ı Kerim'de deydi. Biz mayada bir qancha ayetni bu to'g'ri nim qilib qo'ydik, deb qo'ydik. Mana bu shu oyatga asosan sabr qilganligini dunyo va oxiratda uninki qandoq fazileti, uni beradigan ajrniki qandoq ekanligi bu oyatda nima qilindi deyiladi deydi. Endi hadis kelsak Ebi Malik el-Haris ibn Asim el-Eş'ari radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kılındı. Hem de bu yıllık bu yerde Ebi Malik el-Haris Asim el-Eş'ari diyen meselenin hikaye vakti üzerinde bu yıllık ismisi nime diğerliğinin üzerinde muhaddis alimler bu ihtilaf bakken bu qavu dependi. Bu Eş'er, bu yıllık Ebu Musa Eş'ari radıyallahu ta'ala anhu'nunki kabilesi olan Yemen'deki şu kabileniki nemesi iken şu kabileden yüzü iken bu zatınki yüzü şu Ömer radıyallahu ta'ala anhu'da taun yani vaba kesel bu vaktin yüzüde vefat olup ketkendi depti bu adam. Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu adam için 27 tane hadis rivayet kılıngan.
Bu adam dedi ki, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, et-tuhuru şatrul iman. Mene pakizlik imanınki nimisidir o, yerimidir deydi. Hem de et-tuhur. Endi bu yerda et-tuhur degan, et-tahur degan pokizlaydigan suv degan gap, tuhur deb gap pokizlik degan gap bo'ladi. Bu yerda tuhur degan gap tahorat. Asli tahorat deb kelsa maxsus, ya'ni namozning oldida olgan narsaning o'zi tahorat bo'ladi. Endi bu yerda tuhur degan bu chon o'zida bu nima u? Pokizlik. Pokizlik degan vaqt o'zida tahorat, besh vaqt namoz olgan tahorat va uni boshqa. Mana bu odamniki pokiz bo'lishi. Mayli kiyim-kechak, badan ve onun başka ruhi taraftan nima bo'lgan pokiz bo'lgan har ikkisi umum, ya'ni am bu. Endi vudu deb kelsa ma o vudu nima deydi? Vudu degan tahorat elishlaymiz ama zohir tarafdan bo'lgan bu narsaki o'zini vudu deymiz. Anda o'g'aniki pokizlik imandan iborat bo'lgan bu muqaddas narsaniki nimasi bo'lgan bo'ladi. Mana yerimchu bo'lgan bo'ladi. Deb men mushtaq nima qildi? Tahorat deydi. Endi to'g'ri Ama tuhurunki özü ve tahura ya tuhur taharetten ve tuhurun dep atıldı. Buna dep kalaydı. Hem de imanınki yeri mi deydi. Hem iman diyen iman. Bu yerde at-tuhur diyen mubtada şatrul iman. Yani haber. Pakizlik imanın yeri midir? Biz müşkiyatını oylap baksak buludu. İman diyen iman. İman diyen iman. Yani bu İslam dinimizdeki oturup koygan 6 çoğun nersi var. Bu imanın asas nimesi kısmı. Men bu nim boluda iman, yani itiqat qilgan bütün ibadetlarniki, amellarning hammasiki yerimi, men bu nima pokizlik. Bu nima u pokiz? Chunki imanning ichidimi? Subhanallah, elhamdülillah, şu Allah ba bir deymiz. Allah ba bir degan vaqt o'zidimi? Şu Allah ba bir degan vaqt o'zida men ikki narsani asos oladi. Birisi Allah ba degandan Allohniki baliq bo'lgan Qur'oni Karimda, hadis Rasulullohda sayyidiston o'ziga muttasib qolgan bir sifatlar bor. Bu sifatni deyish orqali Allah bor bo'ladi. Men bu bor. Yin birisi men Allohning salbiy tarafi bo'lgan tarafi bor. Allah bor bir degandan keyin uçan o'zida Allohniki borligi, yani ashtaq sifatga muttasib bo'lgan bo'lsa, men Allohniki zotiga, men Allohniki sha'niga, Allohga loyiq bo'lmaydigan ashundoq bir nimalar bor, sifatlar bor, ismlar bor, ashundoq bir qiliqlar bor. Bu qiliqniki o'zidan Allah nima o? Pak deymiz. Yani Allah degandan keyin ana o'g'andan keyin iymonniki asoschisi birisi ijob, birisi nefi. Yani birisini ispatlab Allah'ı bor deb e'tiqod qilish kerak. Yin birisi şu, men Allohniki o'zidan bu sifatlarning o'zi cho Alloh sifatligi bo'lmaydi, buningdan pak deyish kerak. Anda o'g'andan keyin men bu iymonning, men pokizning o'zimi iymonning nimasi bo'lgan bo'ldi? Men yerimi cho bo'lgan bo'ldi deydi. Ana o'g'aniki pokizlik odatdagi narsa şu emas. Bu yerde pokizlik iymonning yerimda qo'yib anglab qo'yish emas. Amaliyotda siz mu'min musulmon buni ijro qiling. Sizdeki yeriminiz uçanın özüden İslam dininiz buyurgan emellerini kılma degen bolsa, yani yerimi çoğu, onun da sizni haram kılan bir nersi var, paskana. Onu siz ne mi kılıyorsunuz, onu pakizleysiz. Yani haram ne olgan, mekruh olgan, kınmanlı degen nersi için kınmaysız. Bu imanın nimesi olgan boldu demin ha, umumi şekil olgan boldu. Onda olganı bu yerimi çoğu aşı olgan boldu. Şununla birlikte şuna olgandaki siz kandak kılayın, ve Allah'a bir demem onu dep tutmay, sizdeki cisminizni, ruhiyetinizni, bedeninizni, ağzınızı, burnunuzu hem yani nima qilib pokiz tuting. Shuningdek kiyim-kechak, uy vaq va bütün muhit va atrofidagi mana muhitlarni yashayotgan jamiyatingizni o'zini nima qiling, pokiz tuting deydi. Mana bu mushundaq ma'ni nima kelsa, buniki ma'nosi noyatchik. Bu yerda anglab qo'yishlar bo'lmaydi, bu ijro. Bizdeki İslam dinimiz Kur'an bilen hadisning o'zi bu nazariya emas. Bunu anlab qo'yib, bunu qo'ydigan. Bu amaliyotda ijro qilinadigan nima? Nazariya bilan men bu hozir dunyodagi shu falsafa yoki nima deydi? Bu nazariya bilan İslam dinimizniki ilminiki o'ttirishga farq bor. Bizning İslam dinimizda nazariya yo'q. Nazariya yo'q. Nazariyaga bunu xiyol qo'yib, qolib tushirib qo'yganimda ish emas. İslam dinimiz ameliyatda icra kılıdı, icra ameliyat kılırsız bu nima o ilim. İlim degan bu bo'ladi. O amelden hali kalan nersi nima emas o?
u ilimchi emas. Endi buni kelgan vaqtda o'zida ba'zi olimlar iymonning yerimidir degani pokizlik degan, iymonning yerimi degan iymonga beradigan ajrning yerimi pokizlikchi bo'ladi, pokizlik bo'ladi degan mushtaq nima qiladi? Mana uni uchun deydi. Endi ba'zilar deydi, at-to'g'ri shatrul iymon degan bu yerda namozniki yerimi degan gap. Chunki Alloh taolo namozniki o'zini Qur'oni Karimda iymon deb atagan. Yani Allah Teala sizniki mushtaqsan yani iymonini zayo qilmaydi degan mazmunda oyat bor. Oyat iymon namoz degan gap. Unda o'anikin namozning yerimi degan gap. Zodi tahorat va namozning yerimi. Ta'zimmi? Bunda degan gap men deb mushtaqni qilib tushundim. Endi elhamdülillah tamlaul mizan. Hamd Allah. Yani hamd elhamdülillah degan bu söz men toshqizdi bu söz nimani mizanni. Endi elhamdülillah degan ağzımız çıkan gap. Biz nima depdik? Elhamdülillah depdik. Men Allah şükür olsun degan gap asl lug'at ma'nosi. Yani bütün maqtashning hammasi Allah olsun. Yani bunday rasmiy tushilib desek, bizning har qanday bir narsa ko'rib hayron qolganda qanday bir narsa ko'rsak, uçanın o'zida va anda go'zalkan va bo'ladi ekan desekmi, uçaniki o'zida bu danlashning o'zi mohiyati kimi xos? Allah'nınki o'zi cins, ham istig'roq degishimiz shu. Allah has. Allah şu adamga aşlaq güzellik, aşlaq kirişkenlik, aşındaq baylık, aşındaq alimlik, aşındaq natiqlik, aşındaq tefekkür qalalaydiganlik ve aşındaq men bu adam aburluq, inovatlik meselesinin üzerine bu adam öz qılamaydı. To'g'ri, uniki kasbi var, onun bir sebebi var. Ama her adam bak şundaq qilman deb kasb berkat qotgan uluğu yok. Lekin şunun için ma'lum derski berdi. Men berganning o'ziniki mahiyette Allah şu adam aş narsa bermasa men adamı qarab bak güzelken deb Allah'nınki men qanday bir zat ekanini ana qarab o'qimiz. Bo'lmasa o adamning hamma yeyotgan, ichayotgan, yashayotgan, shimirayotgan havanın hammasi o'xshash. Bu shundoq turxun bu adamniki chiroy bilsin andaq, yeni birsin mandaq, yeni birsin igiz bas, yeni birsin mandaq chiqadi. Men mushuni qarab nima deymiz? Allah rasmiy katta zatkan deb tushunimiz bu maqtash hamdi. Bu maqtash bu odatdagi nima emas, so'z emas, ma elhamdülillah degan. Ana onu bu tushunib degan vaqtning o'zida buniki ashuna jiq yeriga boradi. Jiq yeriga borgandiki shuna bu elhamdülillah deb bir odam desa, men bu gapniki o'zi men a dunyodagi mizonni nima qiladi? Toshqizadi. Buniki savobi, yani ma'nosi shundaq kanra sharhiga vaqtning o'zida men shundaq jiq ma'no chiqadi. Buni degan odam hammasi bo'lamdi? Hammasiga undaq bo'lmishi mumkin. Çünkü bunu diğer adam bilen normal bir doğrap diğer adam bilen resmi sel bölüp diyen ya ubdan bölüp diyen resmi bölüp resmi oynayıp diğer adam cezbe fark oldu. Anda o ki bu mizan bizdeki mine ehl-i sünnet vel cemaat'ın itikadı bu mizan resmi ban. Kur'an-ı Kerim'de hem ban kişilerdeki emrini cınlaydıgan cın deyimiz bunun mizan deyimiz. Mizan ama dünyada okumuz tarazan. Ama o dünyadaki tarazadı ban. O tarazı şekli biz bilmeyiz Allah yüzü bilirdi. Anda o halde men muşur dünyada bir adam elhamdülillah degan bo'lsa, men bu nimani toshqizdi? Aşk kıyametdeki aşk mizanı, çoğunda şunda çoğ yani. Şunu toshqizdi bo'ladi, deydi. Savab şunda jiqchoq bo'ladi, deydi. Ve subhanallah ve elhamdülillah degan bu ikkisi toshqizdi. Yoki toshqizdi her biri anda bir joyniki, asma ziminniki odisi bo'lgan joy nima qiladi? Toshqizdi deydi. Endi elhamdülillah desek uçağımızda mubtada haber. Elhamdülillah mubtada oldu. Lillahi cari mecrur muttaliq mensub haber oldu. Hamd Allah'u dur. Bu cümle oldu hem de. Bu cümle buluş için cezmen mubtada hem haber oluş gerek. İkisinin otur istat oluş gerek. Aviyatık istat çıktı hem de bu. Bununki nemisi yani bu mizanı toşkuzgan şu. Şundan mani düşünüp desek çok buludu. Hem de subhanallah. Subhanallah diyeyim gap. Bu subhan degan muzaf Allohi muzafın ile subhan degan zibar o'qildi. Zibar o'qilgandan keyin mana bu nima degan gap bizning Uyg'urcha olsa Allohni paqlayman degan gap. Subhanallah mana usabbihu subhanallah degan gap. Ya'ni Allohni men rasmiy pokizlash, ya'ni bu tariqasida men nima qilaman uni pokizlayman degan nima bo'lgan bo'ladi? Gapchi bo'lgan. Bu yerdagi subhanallah degan gapniki o'zi bu yerda masdar. Yani mef'ul mutlak. Mef'ul mutlak olup bununki amil olan usabbihu diyen muşu amil uçanın üzeri bu nimo bu mehsub.
Bu mef'ul mutlaqniki amilniki tushuniki simai bo'lganligini nemisi o qiyosiy emas. Simai bo'lganligini nemisi o misoli. Endi yani usabbihu subhana degan gap bo'ladi. Endi bu yerda usabbi subhana degan gapning o'zidan subhanalloh degan gapning o'zidan usabbining o'rni qo'ydik deydi. Qo'yib u yashani o'zi maf'ulni tushirib uning o'rniga subhanalloh qo'yib Allohni ak muzaf qilib mushtaq nima qildik deydi deydi. Ba'zilar bu subhanallohniki o'zini bu alam, ya'ni Allohni pokizlaydi degan uqtirilgan bir so'zniki bu alam bo'ladi, ya'ni ism bo'ladi deb men bunda qaraydigan ishimiz çok bayandi. Bu yerda subhanalloh alam bo'lgandek Allohga azab qilishda bu bayon pokizlayman degan gap, ya'ni Allohni pokizlayman degan gap bo'ladi deb bunday nima qiladi qaraydi. Endi bu yerda bu subhanallohni Allohga izof qilishdagi o'zi bu yiliq izofati bayoni, ya'ni ta'rif deydi. Mesela G'ulom Zeydin degan G'ulom degan muzaf buni bilmaydi bu adam. Endi Zeyd degan adam biladi, buni ma'rif bo'ldi deymiz. Bayon subhanallohning o'zimi ayada o alam bo'lgan bu bilan Allohga misol falan adamniki balisi yapıp konu desek mi uçan yüzden ma'rif izof qilib yüzü bo'ladi. Bu şu oldu dedi. Yani bu şekilde o. Ondan o ki bu subhane degan gap. Subhane degan tasbih degan gap. Bu tasbih degan gap pokizlayman degan ne bo'ladi? Mana gap bo'ladi. Endi bu subhanallohniki o'zini olimlarning deyishicha bu yani g'ayri-munsirif. G'ayri-munsirifniki o'ziniki bo'lishi bu yerdan mana falan vazi keldi. Nun ilmning nima ziyoda ham alam. Alam bo'lganiki shu e'tiboridan ba'zilar deydi g'ayri-munsirif bo'lgan bir ism. Alam ism degan muşudah nimeler var alimlerimizin çok beğendi. Hem de subhanallah degan pokizlash degan. Pokizlash degan gap biz ana oyada degandek Allah ba bir o mevcut kişi degan bo'lgandiki zot degandan shu zotningki o'ziga loyiq olmagan bütün eyib nuqson va kamchiliklardan men nima qildim pokladim degan gap. Men mushuni bilib turib desak o'chan o'zida buniki nemisi savabı natice çok bo'ladi. Bu işte tushunib deyish kerak. Endi o'chanizda subhanalloh degan bir kelim bo'ldi, muzof bilan ilaydi, ammo bu jumla bu aviyada dedik ana subhanalloh degan maf'ul mutlaq bo'lib, uniki pil bo'lgan usabbihu degan pilni tushirib, uniki o'rniga an akirib o'shtaq qilib bu jumla bo'ldi. Jumla degan ikki ismdan yoki bir pil bir ismdan tarkib topadigan jumla bo'lib, bir narsa pay ifodalaydi. Ana o bir ayrı bir cümle. Ayrı bir cümle. Hem de velhamdülillah. Hamd Allah üçündür. Diyen gap ayetin yani ayetiki dedik. Anda o anın subhanallahi velhamdülillah. Dise bir adam toşkuzuda temlaan teslim oldu. Ya ki in bir ayet temla oldu. Temla olmavatın bu petkelteki avatinizde her biri de men etimiz. Temlaan olsa uçağınızda teslim oldu. Uçağda aşkısı yanıdın. Ama in bir ayeti temla oldu. Ya ki toşkuzuda o her biri yani subhanallah ve elhamdülillah her biri deyin gibi. Her biri nemin toşkuzuda ma. Bir cayniki asman bile ziminniki arasındaki cayni nemin kolu toşkuzuda. Bu asman ziminle tasavvur kılış gerek. Asman kavun, zimin kavun. Ma ikisindeki ağırlığı. Mesela bizdeki netice kata değildi. Mesela ay bilen ziminniki ağırlığı 300 bin kilometre. Mesela kuyaş bilen ziminniki ağırlığı 150 milyon kilometre etrafında. Mesela şu mene kuyaşniki mene merkez bu yılki kuyaş sesinin merkezi kuyaş yani. Bu sama yolu bilen zeminin ağırlığı için muşundak neymen adam akıl olmaydığı şekilde muşundak bir jiraklık var. Bu jiraklığı andaki kilometre metre bilen hesaplap bulamay. Hazır neyme çıktı hazır nur yili deydiğen bir nur ölçemlik çıktı. Mene muşundan jirak. Yani bir adam subhanallah ve elhamdülillah desen, muş asmanın ziminlik ağırlığı muşunda kenarı şekilde muşunda Allah o adam ne berdo savapçı berdo. Benim muşunda savap verişi qanday qiladi o adam? Resmi bununki ma'nosini bilib deyish kerak. Doğru bir şekilde emas. Şuna men bu zikr tasbihniki muşunda kat savap verişini deymiz ki muşunda katta. Yani dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve salatu nurun. Namaz nurdur. Nur degan nima? Mana hozir aydın. Yani kunning nuri deymiz. Kun tarafga kelgan nur. Mana bu namazın o'zin
qandaqki quyoshninki nur olib, hamma yer oppoq aydin qilib, mana u yani har narsaniki o'zini mana jonliq ashdaq bir narsa qilgandek, mana bir odamning o'qiyotgan namozi shu odamga mana nur olib, ya'ni chiroq olib, shu odamniki halol haromni durust emas ekanligini, ma harom degani bildirish orqali to'sqinlik qiladigan, men mushundoq uqtirib beradigan, bildirib beradigan nima bu ish deydi namoz. Namoz odatga narsa emas. Bundoq qo'ying. Namozning asli tabiati mana la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degandan keyin mana Alloh bor bir degandeki şununla birlikte men Allah'ın bar bir ekanligini men bende ekanligini ifodalayman deb onu ifodalash shu sizin Allah meni ko'rib turdi, anglab turdi deb Allah'ın oldida bir deyishib olsam bo'ldi, bir ko'rishib olsam bo'ldi deb degan bu ümit olgan. Bu ümitning o'zida islom shariat nim qildi? Namozdan iborat bo'lgan 5 qatib Allohga ko'rsiz, shu shaklda qilsangiz, shu vaqt qilsangiz ko'rishgan bo'lasiz deganlikni nim qildi, bildirdi. Mana buni asosan namozdagi o'rni islom dinimizda pek yuqori. Mana namoz o'qigan bo'lsa shu Qur'oni Karimda inna salata tanha anil fahsha wal munkar. Namoz har qanday harom va fahsha ask ishniki o'zidan namoz o'qigan odam nima qilib to'sidi deydi. Asl namozning mohiyati shu. Ama namoz o'qitilishda qiladi, u yerda rasmiy anda bir shaklda qilishchi o'qimaganlik meni bo'ladi endi. Bu to'g'riliq Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki men nima var? İşte hadisleri var. Mene başka yardım hem çıkıyor. Hem de namaz degan gapning o'zi nur degan hissi. İşte hissi. Muştaq narsa men muştaq bo'ladi degan gapchi bo'ladi. Hem de sadaka hujjatdir. Sadaka deganimiz zakat. Yani maddi tarafdan bo'lgan men Allah'ın yo'liga yordam qilgan, ya'ni o'ziga uni nima qilish, berish. Mana bu u odamningki, mana iqtisodiy tarafdan nima qildi, u odam mana diniy taraqqiyot, dinniki oliy bo'lishi uchun mana tashviqot, o'qitish, o'rganish deganidek tarjima va uning boshqa tabliq ahkomni qilaman degandek ashundoq kitob bostirib yo yozdirib, ashundoq ishlarni çok qilibdi, shuning yordam qilibdi. Mana bu nima bo'ladi? O sadaqa bo'ladi. Ammo buniki ichida bu umumiy zakat ham kirishi mumkin. Unda o'anikin bu narsaniki o'zi bir odam ash pul yiribdi bir yani o'ziga, mana Alloh rizoligi uchun mana ubdayaga. Mana ubdayaga berish bergan vaqtda ham yaga emas. Ma sadaqaniki o'zida ma Allohniki dinini oliy qilaman, Allohning yo'lida bo'lmagan yaga. Allohniki dinini oliy qilmaydigan yoki boshqa bir fikrni yoki boshqa bir tushunchani men shuni uchun qilaman deydigan yoki berib qolmas bo'lmani ichi kirmaydi. Texo u kirmaydi, uning jazosi bor. Texo. Endi unda o'anikin bir odam bir sadaqa qilibdi. Ya'ni kichkina qanday narsa bu sadaqaning o'zi bu odam nima hujjat. Ya'ni hujjat degan nima? Ya'ni u odamningki iymoni vujudida rasmiy iymonning bor ekanligini dalili deydi. Çünkü bu adam pul degan nereden keladi? Yurakdan chiqadi degan, so'rib chiqadi degan gap bo'lgandan keyin bu odam nafsi bermedisimi unmay. Aslında men Allah shundoq debdi, buyuribdi, men uni bermasam bo'lmaydi, mening patim cho'p bo'ladi bunga deb aslında unma berib qon bo'lsa biz bergan qarab rasmiy bu odamning vujudida iymon bor ekan. Iymonligining nimasi bu? Delili deymiz. Hem shuni deb mana o'lgandan keyin yani ölmanimizcha men bir odam ash so'rg'a vaqt o'zida qanday qildigan gap, men so'rg'a vaqt o'zida men sadaqani ko'rsatgan gap, seniki nemish qilding, nima qilib berding deydigan gap. Shu chog'imizda anadiki bu odam nima qildi, ammo dunyoda bergan sadaqani yuzini ko'rsatib, ko'rdingmi? Men bunday narsa berdim deb bu odamniki aşağıda mana shu do'zaxdan qutulganga bir nima bo'ldi, u chog'ning o'zida men hujjatchi bo'ladi deydi. Endi şu adamniki şu bergan vaqtning o'zida u odamning qalbining rasmiy iymoni bor ekanligi, munofiq emas ekanliginiki bir nimasi o delili. Yine Peygamber nima dedi? Sabrun ziyaun dedi. Eğer namaz nur dedi, ma'noda nima? Ziya. Asli nur degan gapning o'zi bundoq nur. Bir yer bundoq chiroqdan yoki quyoshdan chiqqan, valvalo chiqqan nur bo'ladi. Ziya degan oydin. Oydinlik degan gap. Asli bir-birisini lozim tutadigan narsa. Anda o'anikin o'limalarimiz bu ziyo bilan nur ikkisiga o'tirib farq bormi, yo'qmi deb ashudaq bir talishib, o'chamiz jazman bu yerda farq bor.
Bəziləri yoq deydi. Çünki bu səbirdimin namaz bək nima o mühim. Onda onun ikisi oxşaşıb qalmaydı deb. Səbir degan nima? Aydınlıqdır. Yəni ziya, yəni apaydın qılğan nəsə. Yəni bir adam sabr qilsa, har qanday jafo mushaqqatga chidab, shu ishni o'zini g'alaba qilib, ibodat, mana Alloh to'sqan narsa yenib, mushundaq fitna fasod chiqib ketgan vaqtning o'zidan qo'li qarisi bor, uy qarisi bor, har qanday yani menga tug'an, qishirib tug'an, ashad deb qilib adam, uni chidabdi, nafsi taqildab ashta tusimi, ko'zi shuni qarab tusimi, ko'ngli shuni istab tusi bu adam qanday qilib tunugan. Onu chidab, Allah'ın rızası aram qan. Qarsam bo'lmaydi, gaplashsam bo'lmaydi, tussam bo'lmaydi, mansam bo'lmaydi deb. Shuni deb hozir pul topsaq, nahayat muhim ketdi. Haram bo'lamdi, halol bo'lamdi, yolg'on osamni bo'ladi, hozir haq ko'mdi, evalay. Deb ashunda imkon batulxon, u odam qanday qilib men bunda qilsam bo'lmaydi. Unda qilsam-chi, Alloh meni ko'ydiribdi. Bu haram, bu kishining haqini yevasam bo'lmaydi deb. Buni bu odam nima qilibdi? O choniki o'zida sabr qilib chidabdi. Çıdığan bolsa bu çıdığanın üzü bu adamga şu çıdığanlık adamniki işniki appaydın köstüp haramni haram men halalni halal qilib çok köstüp berganlik şu bo'ldi. Bu nimaning ishi? Sabrning ishi. Chidsak bo'lgan gap, mening ko'nglim mushtaqib ketishi demidi. Ko'nglim isidi menga nima deb, ashta ko'nglim oxir kirib, ko'ngliniki o'zini, nafsini xudo tutgan bo'lsa, o'cha yiroq qiladi. Uni chidgan bo'lsa, andiki sabr qilsa, sabrniki rasmiy foydasi bo'ladi. Foydasi shu ashta oydinlik qilib, ma halal, ma durust, ma durust emas, ma mag'lub qiladi, ma g'alaba qiladi, aqlni ishlatadigan shar'iy nima deydi, mushtaholat shu ekanidi deydi. Ya'ni demak, men mushu sabr nima bo'ladi ekan? Men mushunda katta ajr bo'ladi ekan. Shundoq foydasi bor ekan. Sabrli qilsak, bizniki mesela davomimizning o'zida biz hamda 2 kunlik nima qarab, hozir mushundaq qotqanga qarab, mushundaq Xitoyni qilib ketdi. Ayni deb mushlar har taraf qotqa apla bu ish bo'lmadi deb undaq qilsa bo'lmaydi. Buni nima qilishimiz kerak? Biz aqlni ishlatish orqali qayerga ketdik biz? Unidagi shar'iy nima deydi? Deb mushni rasmiy ish qilish orqali biz yeni dağdam yo'l uchun menishimiz kerak. Ondagi g'alaba bo'ladi. O ishga eg'iz gap qo'yib, aka beni apirib turmoq solab, mandaq qilib qo'ysa, apirib yenib ketadigan undaqsak ishimiz o g'alaba qila olmaydi. Bu amaliyat bu, ya bu ish emas, boshqa ish emas shunda. Yana deydi Payg'ambar Qur'on hujjatdir sen uchun. Yoki sening zarring uchun hujjat bo'ladi. Mana Qur'onni Muhammad alayhisolamga Alloh taolo nima qilgan tushirgan. Agar Qur'oni Karimniki digil bo'yicha amal qilgan bo'lsa, men bu odamniki dunyo va oxiratda mana nima manfaatiga dalil bo'ladi, hujjat bo'ladi. Nima ish qildik mana shu narsa Qur'oni Karim dedi. Qur'oni Karim bakya nima ish qildim? Men shuni o'rgangan, men shuni deb berganda ilm ahlimiz, men shuni amal qilib qutulamiz. Qur'onda xato bir ishni qilib qolsak-chi, o'chamiz, men nima ish qildim desa, Muda tuğa vakti üzere. Men sen nima qildi deydi Alloh taolo. Men sana Muhammed Aleyhisselam'da bo'lgan bir payg'ambar evatib shu orqali so'zini evatgan. Sen tushirgan Qur'oning bor, ana qo'lingda bor, uyingda bor, hamma yerda bor. Sen shu bo'yicha amal qilsang bo'lmamdi. Nima uchun meni amal qilmading? Voy ya Rasululloh, men bilmabman, uqmabman, o'chada o'zim maqbul emas. Nima ishqan? Qur'on bor. Men Qur'on bo'yicha amal qilmagandiki Qur'on deydan til chiqadi, sen mening bo'yicha amal qilmadi bu. O'qib turib qilmadi. Ya bölüp durup qilmadi deydigan gap. Endi o'qib turib, bilib turib qilmasa bo'lmaydi. O mu bo'ladi? Endi ekan uni bilmay, o'qilmay, uqmay qilganligim uchun pan. O'chamizni men tushmab, bilmab degan gap yo'q. U bilmabdiman, uqmabdiman deydigan bo'libmi hozirgi internet umumlashib ketgan bir davrning o'zida hech qanday bir odamga bu jihatda o'zurchi yo'q. Deb yana Payg'ambar shuna dediki, kullun nas yağdu febaun nefsehu femu'tiquha ev mubiquha. Ravahu Müslim'un. Deb yana her qandaq adam men et deganda qilib nim qiladi. Bu adamniki o'zi et deganda qilibchi, mena et deganda qilib ish harakat qilaman, voy ish qilaman, ma ishni qilaman, ishlayman debchi mang'udi. Mang'andikin andikin. Yani mang'di demak, yani o adam o'ziniki nafsini, yani o'zini şu qilmoqchiga ishga nima qiladi, sotadi. Yani bu adam o'zini işini satib, u ishni qarshilab bir narsa ekeladi.
Qanday qiladi? Men tijorat qilaman, chiqib ketgan maoshni qilib tijorat qiladi. Bu odam ash nafsini ash tijorat qilaman deb, shuni ishlatib nafsini uni qarshi foyda keladi. Bu odam bir yer qo'pib ana ishlayman deydi, bir kunlik uni ishlaydi, ishlagandan keyin aniki buni qarshiligiga mancha kun ishlatib, bir oy ishlatib, uni maosh keladi kunlik yoki mancha pul hisoblasa, men bundaqchi bo'ladi. Bo'lgandan keyin shuni bu odam kashkichilik qanday qilgan gap, atdigan o'qib kashki ish qilgan gap. Mayli qanday ish olsun, qilmoqchi bo'lgan ishning hammasi bu odam nafsi shuni satdi degan gap. Shuni ba'di uni qarshi beni oldim degan gap. Mayli halol olsun, mayli harom olsun, mayli durust olsun, durust olmagan ashta ishlar olsun, satdi unuga degan gap. Unda o'g'aniki deydi Payg'ambar. Pamu tiqoha. Unda o'g'aniki bu odam shu nafsini ozod qiladi. Agar shu odam shar'iy bo'yicha to'g'ri ish qilgan bo'lsa, halol ish qilgan bo'lsa, men o nafsini satdiya, satqandan keyin o'chaningizda halol ish qilgan bo'lsa, u odam bu adamniki o'zi do'zaxga kirishdan iborat bo'lgan bunda bir ishni o'zini shu ozod qilgan bo'ladi. Yoki u odam shu nafsini nima qiluvchidir, yiloq qiluvchidirki, ya'ni u odamniki o'zi agar shar'iy bo'yicha to'g'ri ishni qilmay, bu odam ishni qilgan bo'lsa, o'chan o'zida harom ishni qilibdi, xalqni aqli yeyapti, xiyonat qilibdi, aldabdi, mujdan va'z tutmabdi, qo'yibdi, saxtkorlik qilibdi. Men mushunda qilish orqali zino qilibdi, o'g'irlik qilibdi qilgan bo'lsa, men bu odam shuni qilaman deb, u odamni shunaqa o'z nafsini ishlatdi. Voy ko'zi mangdi, har ko'zi qoldi, gap qildi, mangdi, putudi mangdi deganda, ani harakati badiga ish kelgandan keyin bu odam shuni bilan o'zi nim qildi, u odam unichu yiloq qildi. Yiloq qilib bu odam shuni do'zaxga kirdi deydi. Mana demak, bu hadisniki o'zidami sabr qilishninki o'zi nima ekan, u bir oydinlik ekan. Mana oydinlik qapqaran yerda o'yga chiroq bo'lmasa hech narsa ko'rmagandek, sabr qilish orqali bu odam rasmiy chidab, mana uniki xatolik ekanligini nadi kelib chiqdi deb aql va shar'iyni ishlash orqali uni ashunda qon bo'lsa, uchon o'zi nima bo'lgan bo'ladi? Oydin bo'ladi. Oydin bo'lib aldikin, aqlni ishlatgan taxim tafakkur qilib andik xato to'g'ri o'qidi, shar'iy uni usulini deb berdi, shuni uchon g'alaba cho'q qiladi degan. Unda o'g'aniki sabrniki mushundaq foydasi cho'q bor ekan. Unda o'g'aniki biz mu'min, musulmon bo'lganlik er olam, ayol olamda har qanday vaqtniki o'zida biz nima qilishimiz kerak? Sabr cho'q qilishimiz cho'q kerak. Sabr qilmasak, chidash. Sabr degan passiv emas. Ya'ni jimmi turilish emas. Ya'ni avzatligimizda shu, ya'ni u maishni qilib qoldik, to'salg'i tushib qoldik. Bu nima uchun qilib qoldi? Nima uchun to'salg'i tushib qoldi? Nima uchun g'alaba qila olmaymiz? Nima uchun necha ming odam o'z harakat qilib o'zining davlati va hamma ishni o'zi qila oladi-yu, biz nima uchun qila olmaymiz? Buni qarta anidikin. Aqlni ishlatish, tafakkur qilish, mana izdinish va tadqiq qilish kerak. Şuna birlikte şer'i nemi deydi? Kur'an-ı Kerim, hadis Resulullah'ın deydi. Bunu tadqiq qilgan vaqtimizda andagi g'alaba cho'p bo'ladi. Wa axiru da'wana alhamdu lillahi robbil alamin.